La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Adlu mutlaq shu. Har bir odam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedimi? Qul amantu billah thumma istaqim. Allohga iymon keltirdim degin va shu ahdingga turgin. Adolat nima? Har bir narsaga o'z haqqini berish. Adolat nima? Alloh taologa farzlarini, bandalarga haqlarini, jasadga esa o'z haqqini berish. Adolat har bir ishga muvozanatni saqlay olish. Bu uchun ilm kerak. Bu uchun ustoz kerak. Bu uchun yaxshi do'st kerak. Bu uchun aqli raso kerak. Abdulloh ibn Muborakdan so'rashgan ekan. Alloh taolo odamizodga bergan eng yaxshi ne'mat qaysi deganda aqli raso degan ekanlar. Aqli raso. Aqli rasosi bo'lmasa, yaxshi do'st, sadoqatli ustoz. Yaxshi do'st va sadoqatli ustozi ham bo'lmasa deganda o'sha aytgan ekanlar. Jim turish, aralashmaslik, fikrini bildirmaslik. Jim tura olmasa ham nima qilsin deganda, eng u uchun yaxshisi tez o'lish degan ekanlar. Na aqli bo'lsa, na ustozi bo'lsa, na jim tura olsa, u odamni tez o'lgani ma'qul. O'ziga ham yaxshi, qolganlarga ham yaxshi degan ekanlar. Shuning uchun Allohdan so'raymiz, bu fazilatli kechalarda Alloh subhanahu va taolo hammamizga aqli raso bersin. Haq bilan botilni, tavhid bilan shirkni, halol bilan haromni, adolat bilan zulmni ajrata oladigan aql bersin. Bizlarni iymonga yetaklaydigan ustoz bersin. Iymon yo'liga bizlarni mustahkam yonida olib turadigan do'stlarni, juftlarni bersin. Alloh taolo aytgan so'zimiz ham, jim turishimiz ham hikmat bo'lishini nasib qilsin. Umrimizni salohiyatla Alloh uzun qilsin. Amin va rabbul alamin.